Dadangiz fuqarolikni olganlarida siz ham ancha xursand bo'lganmisiz? Judayam xursand. Qanday bo'ldi? Eshitib qanday bo'ldi sizda shu? Shu xursand bo'ldik hammamiz. Oilaviy bir katta bayramga aylanib ketdi desak ham bo'ladi. Men Shermatova Hanifa. Biz shu O'zbekistonga 2000-yillar kelganmiz ota-onam bilan. Biz singlim bilan Tojikistonda tug'ilganmiz. Ikkita ukam shu O'zbekistonda tug'ilgan. 2000-yillar kelganmiz. Shu doimiy yashash uchun Ota. kelganimizdan keyin bog'chada, maktabda, kollejlarda shu yerda o'qiganman. Shu yerda turmushga chiqdim. Bu yerda farzandli bo'ldim. Hozirda men O'zbekiston Respublikasida fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun yashash guvohnomasida yashayapman. Farzandlarim bilan yashab kelmoqdaman hozirda. Lekin hozir shu paytgacha hali bunaqa muammoga duch kelmadim. Ishga kirishga harakat qildingiz? Ishga kirishga yo'q, men chunki davlat ishlarida ishlamadim, xususiy korxonalarda ishladim. U yerda endi pasport bunaqa muhim bo'lmadi-da, so'ralmadi. Pasportim muammo bo'lgani yo'q lekin. Fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun ko'p joylarda katta miqdordagi kreditlar ajratilmaydi. Ishga kirolmayapti ekan degan eshitmaganman-ku, lekin kredit bo'yicha ko'p joylarda muammo bermaydi. Shularni eshitganman. O'sha pasport anaqa kredit bo'yicha muammo bo'lishi mumkin. Men Tojikistonga bormoqchiman. Nimaga? Bu yerda qarindoshlarim bor. Fuqarolikdan olish niyatim ko'proq nima deydi, imkoniyatlar bo'ladi deb o'ylayman. Avvalambor shu tug'ilgan joyimga borib, qarindoshlarimni, yaqinlarimni ko'rish niyatim. Bir necha shaharlarga chiqib aylanib kelish niyatim bor. Xudo xolasa ishlash niyatim bor. Hozirgi fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun pasportimiz hech qayerga chiqishga imkoni yo'q, ruxsat yo'q. Faqat O'zbekiston hududida yashash uchun berilgan. Yo'q. Mayli. Xush kelibsizlar unda. Qiyinchilik bo'ldi. Endi ota-onamning pasporti u paytda hali BG edi-da, fuqarolik bo'lmagan shaxs edi. O'sha paytda ko'p dokumentlar yig'ilardi, ancha qiyin bo'lgan. Tez berilmasdi-da, ko'p dokumentlar so'ralardi. Keyin 25 yilni olmay yurdi-da, 25 yil. Dadam. Shu O'zbekiston fuqaroligiga hujjatlarni yig'ib topshirdim, xudo xohlasa. Hujjatlar tayyor anaqa bo'lgandan keyin topshiraman. Uzog'i 5 oyda keladi deyishdi. Fuqarolikni olgandan keyin o'zimni shu birinchi navbatda ishga kirish, davlat ishiga kirish niyatim bor. Mana shu O'zbekistonda yashayotgan fuqarolar bilan teng huquqli qaysidir ma'noda ular erishayotgan, ular ega bo'lgan imkoniyatlardan men ham to'laqonli foydalanishimga, hamma duch kelayotgan muammolarimizga eshik ochilardi. Farzandlarimni voyaga yetkazib, ularni ham shu el yurtga naf tegadigan, biron bir kattaroq lavozimda ishlaydigan insonlar bo'lib tarbiyalashga, o'qitishga, kerak bo'lsa chet tillarda o'qitishga harakat qilib, tarbiyalab, shunaqa niyatlarim bor. Haydaymiz o'g'lim, bebim. O'ting, o'ting. Hayda, hayda. Hayda mo'minjon. Hayda. Foydam tegadi baribir. Ikkita farzandni voyaga yetkazyapman. Ularni O'zbekistonimizga, vatanimizga kerakli inson qilib tarbiyalashga harakat qilyapman.
Xudo xohlasa fuqarolikni olsak, ko'p niyatlarimiz bor. Avvalo yaxshi ishlarga kirish, mana xo'jayinim bilan o'sha oilamiz uchun harakat qilish, eng birinchi navbatda shu bolalarimizni kelajagi uchun yaxshi o'qishga kirishlari, yaxshi ishlarga kirishlari uchun, yaxshi yashashimiz uchun yo'l ochiladi deb o'ylayman. Xudo xohlasa fuqarolikni olsak, sen ham men ham ishga kirib, bu kunlarim o'tib ketadi. Xudoning sinovi, o'ylanma, siqilma. Ishga kirib ketamiz xudo xohlasa. Xudo xohlasa harbiy bo'lib, yaxshi joylarda o'qib, aka-ukalar zo'r bo'lib, yaxshi o'qishlarda o'qiydi-ya ular, ha? Askar bo'lasizmi siz? Askar bo'ladimi Muhammad Rasululloh?